tepadan tushib ketishni xohlovchilar uchun lesan rasvosini to'pib qo'ydim. Bular rosa maqtayapti, lekin minus tomonlari juda ham ko'p ekan. Bo'yi 1.95, eni 95, balandligi 1 metr ekan, 530 ming deyapti. Tan narxi 100 mingga tayyor bo'lgan ekan. Buni krasiya qilib qo'ygani bilan o'sha zangini yopaman debdi, lekin rasvo ekan. Buni qarang, balandligi 2 metr, qolgan joylari bir xil. Mana bilsa ham oddiy, mana konteyner materialni o'rniga les qo'yib yuborgan. 500 kilo ko'taradi deyapti, lekin 100 kiloni ham ko'tarmaydi. Eng rasvosi bo'ladi. Bilmayman, narxini ham juda qimmat etib yuboryapti. Inshootni ham nom bilan qo'shib yeb yuborgan usti ekan. Bunaqangi lesalar olish kerak yo'q-da, vasha rasvo ekan. Pechkani ham aqlli deb maqtaydi, ekonom deydi, hech qanday ekonomni ko'rmaydimi? Qarang. 25-23 bo'ladi, eng zo'ridan dedi 2,5 million deyapti. Tan narxi atigi 300 ming tayyor bo'lgan. Maqtayapti, kraskasi kuymaydi deydi, lekin kuyib ketdi. 1 soatga bormadi. Tutaydigan pechka ekan, bular tutamiz deb sotyapti. Endi zakaz qilsangiz, pulingizni olib turib kiydirib olish ham mumkin ekan. Bunisini qaranglar, 650 ming so'm ekan, aqlli deb sotyapti. Bu ham hech qanday aqlliga o'xshamayapti. Kraskasi ham kuyib ketar ekan, ustilar chetdan chiqib ketgancha javob berar ekan, xolos. Kuyib ketsa, qiyshayib ketsa, ko'zlaringni bo'ylaringda bo'lar ekan. Telefon nomerini qo'yib qo'yaman, olib telefon qilmanglar, bari ko'tarmaydi ekan. Zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, ekran pastida nomerlar bo'ladi. Bu vodiyda eng mashina ustasi bo'lar ekan, lekin hech qaysi javob bermaydi ekan. Kimga qiziq bo'lsa, chetdan olib ketganlarga javob berar ekan, xolos. Telefon qilaverasizlar.